Tutmayapman hujjatini. Aslini so'rayapman. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? Albatta, bu yerda so'ragan. Vo, ana aka, Shohruh aka biz samimiy suhbat qilaylik yoki kim tarafdor bo'lmang. Yo'q, mani konstitutsioniy mani huquqlarim bor-da, siz himoya qilishingiz kerak ularda. To'g'rimi shu xodimni siz hozir to'g'ri deyapsiz? E'tirozi yo'q, e'tiroz o'rinli deyapman. Xo'p. Haqiqatan chiqarib olish mumkin. O'zini qo'liga sizga aytgandek o'qishib tanishingiz ham mumkin. Telefon taqdim qilayotgan bo'lsa, siz misol uni ham shaxsiy buyurtma. Uni shaxsiy buyurtma hisoblanadi. Xo'p. Shu holat bo'yicha endi o'rtalarda kontakt chiqayotganda endi. Xo'p. To'g'rimi? Men tushunishim. Xizmat o'tashga haqqi yo'q. Qanday? Shunday. Chunki buyrug'i yo'q qo'lida. Asli yo'q. Asli bo'lganda mayli-da, aka, men ketaverardim shunday. Endi gap so'z yo'q. Misol rahbariyatimiz bor. Tomonlama e'tiroz bo'lsa, biz ham misol bu yerda bunday narsa aka. Xizmatga biriktirilgan shaxsmiz. Chunki 24 soat davomida biz biriktirdik. Ertaman 8 ga to'g'ri holat olib boramiz. Bu bo'yicha xodim ustidan misol o'zingizda e'tiroz bo'ladigan bo'lsa, tuman ichki ishlar bo'yicha shaxslar bo'yicha ishlaydigan rahbarimiz bor. Bemalol o'tish huquqiga egasiz. Hop, siz ariza olib olasizmi? Yozmami yo'q, og'iz aka. Og'iz aka. Albatta. Olib oling. Xohlasangiz 102 ga murojaat 102 qildik. Siz hozir so'radimki, shuning uchun boshida siz kim tarafdan keldingiz? 102 orqali keldingizmi yoki siz haqida kadrimiz? Kimsiz o'zi? Men kadr emasman. Uchastkami billa biriktirgan xodimman. Starshilari siz. Yo'q, starshi emas. Starshi ham emassiz. Billa biriktirgan xodimman. Biz hozir 102 qildik. Bo'lmasa xodim kelsin. Arizamiz olib bo'lsin. Tunga biriktirgan xodim men kelaman-da. Sizmi? Bo'pti, siz olib qoling bo'lmasam aka. Xodimni faoliyatidan men noroziman. Chunki buyrug'i yo'q qo'lida. To'g'ri kelmayapti. Noqonuniy faoliyat olib boryapti. Bo'ldi, shu xolos. Siz bilan qanday shu o'zingizlar nomeringlardan bog'landinglarmi? Bu bo'yicha sizga kadr chiqadi bo'lsa ertaga. Xo'p. Kadr misol xohlasangiz menga yozmay berib ketishingiz mumkin hozir. Yozma emas, og'iz aka. Yo'q. 102 dedingizmi hozir? Bo'lgan bo'lsa aka. Muammoingiz endi xodimni harakatidan norozisiz. Noroziman. Boshqa savolingiz yo'q? Yo'q, savolim yo'q. Nima qilaylik hozir? Arizingiz o'tib 102 bo'yicha. Bo'ldi, ketaveraylik. Deydigan bo'lsangiz, tushuncha topolay bo'lmasa holat yuzasidan. Bo'ladimi? Bo'laveradi. Holat yuzasidan oling. Holat yuzasidan. Bo'ldi aka.